2019-yil Damas avtomobilini ko'rsataman. Holati yaxshi ekan, yurib turgan tayyor mashina 2019-yil. Xo'p, kraskasi kapaligida bo'tdi, mana shu old panelda bo'tdi. Ularlar bunaqa ichiga o'tib ketmagan, normal holatda ekan. Bemalol ko'rib ko'rsatib ishlar olgansizlar. Ballonlar 13 ballonlar turibdi. Keyin xo'p, mashtam noq seporilgan ekan. Bu yoq taraf общий 3 ta detalli kraska bo'tdi. Holati yaxshi, yurib turgan tayyor mashina. Leronimlar, hujjalari koja, pastlari ham koja. Anaqa chexollar, bar, hamma narsasi bor. 190 ming kilometr yurgan. Kolonkalargacha bor. Ishlari ham polni koja bo'lgan. Holati juda ham zo'r. Hammasi denasiga ishtiribdi, yig'ishtirib qo'yilgan ekan. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Motor, most, korobka, hadolari hammasi zo'r ekan. Qolgan joyda kraska ko'rmadim. Metan gazlargacha bor. Bemalol ko'rib proyekt ishlar olishingiz mumkin. Generalniy davriyasi ham berishar ekan. Mashinaning holati yaxshi. Bemalol ko'rib proyekt ishlar olishingiz mumkin. Aytgandek hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 4550